Men bu odamlarga vashsha hasad qilaman. Birinchisi, qog'ozga yorilgan gaplarni tushunadigan odamlar. Tushunishlar uchun men bunday qog'ozga yorilgan gaplarni umuman tushunmayman. Bironta joyda do'stlarim yoki oila a'zolarim menga qog'ozga o'rab gap aytsa, men uni tushunmasdan doimo qovun cho'qaman. Ikkinchisi, ko'ndirishni biladigan va so'rashni biladigan odamlar. Mana singlim shunaqa, ya'ni u biron narsani so'rab, o'shani oxirigacha yetadi. Menda unaqa qobiliyat shakllanmagan. Birontaga borib, "Mana shunaqa narsani qilaylik" yoki "Mana shu narsa kerak menga" desam, "Yo'q" desa, bo'ldi. Yo'qdan ketaveramanda. Lekin ular oxirigacha boradi. Prям vashi zo'r odat. Uchinchisi, hamma narsani biladigan va antennasi zo'r ishlaydigan odamlar. Mana bitta yaqin o'rtog'im bor, universitetda. Uni unashtirilganini men hammadan keyin bilganman, chunki meni antennam yaxshi ishlamagan. Masalanki bunaqa odamlar Tesla haqida ham, Epstein haqida ham, butun aerospace haqida ham hammasini bilishadi va ular bilan do'st bo'lsangiz hech qachon axborotlardan qolib ketmaysiz. Sizchi qanaqa odamlarga hasadingiz keladi?